Juda foydali ixtiro. Insoniyat tarixi kashfiyot va ixtirolarga boy. Har bir qilingan ixtiro odamlarning og'irini yengil qilgan, taraqqiyotga ma'lum darajada hissa qo'shgan. Kundalik hayotda biz foydalanayotgan oddiy kanselyariya skripkasidan kompyutergacha bo'lgan har qanday narsa, uskuna yoki qurilma kimningdir ixtirosidir. Ixtiro bu butunlay yangi narsa. Uni o'ylab topmaslaridan oldin u mavjud bo'lmagan. Ammo o'ylab topilgan narsani mukammallashtirish ham ixtiro hisoblanadi. Oldin ma'lum bo'lmagan narsani aniqlash kashfiyot hisoblanadi. Odamlar qayiq, g'ildirak, gugurt, qog'ozni kashf etishgan. Bugungi kunda biz foydalanayotgan har bir buyum, har bir texnikani yaratish uchun ixtirochilar yillar davomida izlanishlar olib borgan. G'ildirak insoniyatning ilk kashfiyotlaridan biri. Qadimda og'ir yuklarni qo'zg'atish uchun yog'och g'ulalardan foydalanishgan. Keyinchalik g'ulalardan alohida doiralar tayyorlangan. Ular o'zaro o'q orqali mustahkam birlashtirilib, ustiga sipacha o'rnatilgan. Shu tariqa birinchi aravalar paydo bo'lgan. Texnika rivojlanib, velosiped, avtomobil va parovoz paydo bo'lgach, shinali va temir g'ildirak ishlatilinadigan bo'ldi. Hozirgi kunda g'ildirakni hamma joyda ko'rishimiz mumkin. Kulolchilik charxi, tegirmonlar, turbinalar, stanoklarda harakatni bir turdan ikkinchi turga aylantirish yoki tezlikni o'zgartirish uchun ham qo'llaniladi.